Usun Jingyang daviniga kelgan chaqda 3 apqur issi davan aşalmaz degan bir xeti var. Bir meyxanaga keldi. Bu hem meyxana aynı vaqtki bir ötang deyli buni bir hem yatagı var. Bu yerga kelib aroq ichgan chaq dastlabda buningda o'ziga ortiq ishach. Zishin ishach o'ziga ortiq bo'lg'achqa haq hay bizning aroq kuchlikisi unumay 18 apqur ichdi. Cho'ng apqurda. Dukanchiniki xo'jayini bilan degan shoir buningki aroq ichganiga qoyildi, lekin bu Wusong taqqa qarab manganda nima deydi? Jingyang davında bir yo'lvas, adamiydigan yo'lvas paydo bo'lib, hozir bu yerdan o'tadiganlar cho'qim, biz kechda o'solmaydi, taqqa kechda kirsolmaydi. Kunduzi necha adam safar chiqqan necha adam birga o'tish kerak deydi. Bu chaqda Wusong masjidda bu ishga qanday taklif qildi? Xato bir jo'dingdan birinchi qildi. Mavi mening yanchiqimdagi pul ne? Meni şofi qildirish uchun mishad yetib qol, yataq aç, tog'da qarang'uda yo'lvas var, kech xatarlik deb meni to'sayotdi deb ani zangli qildi degan shoirni. Sen naqcha akan qarg'ayning cho'ntikidagi yombiga ko'z qizartib etsa, seni bilmamdim deb kuliblam to'qmog'ini ko'tarib taqqa qarab, davan qarab kirdi. Davanning taqqa kirdigan chaqda